Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Karol Gaming kanalimizga xush kelibsiz. Bu kanalimizdagi ilk video. Bugun Dream League Soccer 2026 da yangi akkaunt ochib, noldan jamoa yig'a boshlaymiz. Qani ko'ramiz, qanchalik tez kuchli jamoa yig'a olamiz. Agar video sizga yoqsa, like bosish va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keling biz boshladik. Birinchi o'rinda biz jamoamizga nom qo'yishni boshlaymiz. Bunga YouTube kanalimizning nomini qo'yib qo'yamiz. Trenerimiz bir o'ta qora, bir soqollari ham bir xunukdan-da xunuk ekan. Ikkovi вообще cholib qolyapti. Shuning uchun bu bratni tanlayveramiz. Buni ismini kimga o'xshayapti? Ha bo'ldi, davay. Qo'chqor deb qo'yamiz. Qo'chqor qo'yib qoldi. Qo'chqor. Endi kimni tanlaymiz? O'zidan o'zi va varatar kerak emas. Oblak kerak emas, Huyson kerak emas. Due kerak emas. Tezligiga qaraymiz endi. Eng yaxshi tanlov hozircha Pulisic bo'lsa kerak. Shot 81. Davay, Pulisic tanlaymiz. Pulisic. Biz bu akkauntni noldan level 100 bo'lgunchami ko'tarilamiz. Bunda birinchi bo'lib stadionni full qilamiz. Bu bazalarni kuchaytiramiz. Stadion full bo'lgandan keyin Pulisicni sotib Kovac yig'amiz. Kovac yiqqandan so'ng keyin o'zimiz sekin-asta o'yinchilar sotib olib, eng balandlaridan Holland, Harry Kane, keyin Mbappe, keyin sekin-sekin olib kelaveramiz. 86 dan sekin pastga tushishga harakat qilamiz. Iloji boricha eng yuqori o'yinchilardan olishga harakat qilamiz. Keyin bular klassik playerlarni olishga vaqtimiz yetmaydi. Buni o'tkazib yuboramiz. Keyin yangi klassik playerlar keladi. Uni mana ekraningizga chiqaraman. Mana shulardan Cannavaro, Desile va Bergkamp va Rivaldo. Bu yerdan bizga Cannavaro bilan xullas bu yerda hammasi kerakli o'yinchilar ekan. Xullas bu bizning kanaldagi birinchi video. Bu video 1-iyun kuni olindi. Qaramiz. Scout. Birov tushmadi. Toni Martinez. Ibrahim. Rar agent ochib ko'ramiz, kim tusharkan. Uruguay. Qarataman, как раз. Bu juda kerakli inson, chunki biz stadionni full qilib, Pulisicni ham sotib olamiz, Moni ham hammasini sotib olamiz. Keyincha bir ko'shni 100 tama qilib turib, keyin o'yinchi olishni boshlaymiz va ularni sekin-asta full qilamiz. Bu kanalda birinchi video va bu men YouTube'da yangiman.
Endi sekin-sekin mana shu akkauntni kuchaytiramiz. Stadionda birinchi navbatda bu yog'ini olish kerak. Tom bilan olish kerakmi, tomsizmi? Buni o'zinglar kommentga yozib qo'ysanglar yaxshi bo'lardi. Ba'zi birinchi fanzona, bu fanzona mana shu yozgi yangilanishda qo'shildi. 75 olmosga kuchaytirilsa, mana shu hamma narsaga skidka beradi. Monolar tanga bo'lib qolibdi. Mo'ykovi Medical Center bilan Required Center. Yangilik bu. Plus stadion nomi Bunyodkor stadioni. Qani bo'lmasam unga yoq. Bu yoqda o'ynash yaxshi bo'ladi. Unga yoq. Qani bo'lmasam birinchi o'yin. Team has gone with us. Welcome to Dream. Now we've been through the controls. Let's get into the match. Pulisic, Moving it nicely. Stepanov, The fans are on their feet. You've lost possession. Let's get back to the action. xato tepib yubordi. It's a throw-in. Pulisic. What an opportunity. Took his Pulisic'dan. He struck at such an important time here. Put his team in front. Fantastic goal. And Lopez. Gaplashamiz endi. Endi esa YouTube kanalimizning It's asl that time g'oyasi for va consolation. strategiyalar haqida Fans gaplashib haven't had o'tamiz. much to cheer. YouTube kanalimiz, короче, He's Let's starting Play forward, using yo'nalishida the width of the pitch. I bitta wouldn't be o'yinga surprised bog'langan if he o'yin gets the emas. player of the match Masalan, award. hozir birinchisi Dream Liga bo'lsa, masalan, keyingi Confident video pass. PUBG haqida bo'lar. Bu video, bu YouTube kanal, короче, Pulisic driving любой forward. o'yinni boshdan boshlab, undan masalan maksimal darajaga erishishga borguncha qadar, короче, nima desam, shunaqa yangi akkaunt ochilib, shu akkauntda boshidan oxirigacha o'ynash haqida bo'ladi. Bunda qaysi o'yinlar, masalan, otishma bo'yicha Wins the ball. Free Fire, PUBG, plus nima bo'lsa ham o'ynalaveradi. Futbol yo'nalishida, And he's onside here. Stunning. futbol yo'nalishida eFootball, FC Mobile No one thought the keeper. juda ko'p o'yinlarni o'ynab sizlar bilan maza qilib dam olamiz. Poor finish. And it hits the YouTube kanalimizning asosiy g'oyasi mana shundan iborat. Could turn into a rout. Bu video hozir shunday joylanadi. Keyingi video Their opponents will be balki PUBG, balki boshqa o'yin haqida bo'lar, lekin Dream Liga haqida ham albatta bo'ladi. Bilan Carol Gaming bo'ldi. Tan joninglar sog' bo'lsin. Ko'rishguncha deb qolaman. Sekin-sekin video chiqadi. Sog' bo'lasizlar.